Rahmat, assalomu alaykum. Endi biz uchun quvonchli bu. Bir emas, bo'lmagan shu yoshgacha ikkita kitobni chiqarib turuvchi masalalarni aytaman. Biz bu kitobda ma'lum mehnatdan ham ko'ra mana shu loyihalarni chunki ilgari ham chiqqan shu asar, Sharqning jurnalida chiqqan. Keyin yana bir kitob bo'lib chiqqan, lekin mana bu lotin alifbosida birinchi marta chiqyapti. O'zi lotin alifbosida chiqishi ham foydali edi. Sababi ma'no boshqa asarlarni kiril alifbosida chiqsa, sharhlab o'qib tashardi, shu xatolar ham o'tib ketaveradi. O'zi hozir hijjalab o'qiganimda o'zimni xatolarimni albatta yo'llar tagiga chizib bunaqa ko'rsatish uchun muhimlarga fursatdan foydalanib unga alohida tashakkurnoma oylik deganlar qo'shib berishingizni, agar pullaring yetmasa shu bizning gonorarlardan ham qo'shib berishingizni rozimiz. Sog' bo'linglar, sizlar mana shu qanchalik gunoh qilasiz, muhitnoma bilan birga nashriyotdan orqada turadi-da, mana artistlar ham chiqadi, juda mashhur bo'ldi. Lekin orqada rejissor turadi, yana bir nimalar turadi. Mana shu kitobni ortida yozuvchi nomi chiqadi, falon yozuvchi deb savollar berishadi. Bu maqtanib yuradimi, yozuvchi man falon narsani qoldirib qo'ydim. Lekin buni ortida muharrir degan inson turadi. Uni xizmatini hech qachon biz inkor etmasligimiz kerak. Masalan, Vahob Ro'zimatov degan bir muharrir bordilar, shu kishi Vahoblonlar deydi. Muharrir bo'lganlar, Asqar Muxtorlardan. Mana bu kishini bir Sherlock Holmesning sarguzashtlari degan tarjimalariga muharrirlik qilgan. Kitob shuncha 700 bet. Bu paytlarda ularga kompyuter emas, mashinada chiqadi. Bizlarga bunday qilib endi u kishini tarjima borasida ham eng bir klassiklardan kishi juda ozg'in, nima bir qahrli ko'rinadigan Stalinsin shunday odam edi. Shu kirib keldilarda mana aytayotganim sababi muharrir mehnati. Shu kirib keldilarda u kishidan xato topolmayman. Bizda shu tarjimamiz qalay bo'ldi? O'sha Sherlock Holmesning tarjimasi hammasi mana shu nimada Vahob akaniki 75 ming nusxada chiqarilgan o'sha yuzcha nashr. Hozir mana bu mingtadan chiqadi. Kitobda hozir kitobxonlik bilan ilgari kitobxonlikni taqqoslaganda mana shu kitobda orqasidagi nusxalarga nazar solsa, ilgari kitobxonlik bo'lganmi, hozir kitobxonlik degan narsani bahslashib o'tirish shart emas. Mana shunga qarab xulosa chiqaraversa bo'ladi. 75 ming nusxada chiqarganmiz. Ikkita zavodda. Bu katta kitob, bir o'zi kitobda ham 600. Shunday keldilarda, qishda kun edi. Bizdan xatolarimizni topgan bo'lsangiz ayting, endi biz ham bir ko'p xato qilamiz dedilar. Men topolmadim. Qanday ko'ray dedilar, shu 300-mi 400-betida qahrabo degan so'zni men o'zimcha donolik qilib qahrabo deb yozib qo'ydim. Bu qahraboni shunday ochdilar, o'shani mashinkaga edi, kiyimni bunday qilib balki belgi qo'yib qo'ygan. Endi qo'pol qilib bunbaydi, o'shani qo'yib qo'ygan. Keyin aytdilarki, uni bir narsasiga qoldi, balki volchi cho'zdi deydi. Shunday barmoqni tutdi, shunday ko'tardi, shu so'zga ko'z tushib qoldi. Opovsi buni kim to'g'riladi dedilar. Bu bizda. Keyin aytdilarki, opovsi bu qayerdan kashf etdingiz bu so'zni dedilar. Men qahrabo yoziladi. Sizda endi siz shu yerda muharrirmisiz? Sizni shu yerga bir sinab bilan borishganmi? Sizni bir haligi savol-javoblardan o'tkazib olishganmi? Yo shunday ko'chadan kelib muharrir bo'lib ketaverganmisiz? Juda endi bu gaplar odamga nima og'ir botadigan gaplar. Fors tilini bilasizmi dedilar. Endi men garchi o'zim millatim nima o'zbek bo'lsa ham, men asli Tojikistonni o'rgatib degan tumandan Xo'jand davlat pedagogika institutini bitirganman. Yonimizda
fakultetlari bo'lardi. Shular bilan endi hali tojikchani ancha-muncha bilaman, 100% bilmasam. Somonni nima deydi? Aytdim, somonni kah deydi. Tortuvchini-chi, tortuvchini rabo deydi. Masalan, magnetda ohan rabo deydi. Buni somonni tortuvchi yantarlik to'g'risida o'zimizda qahraboda. Shu somonni ham shunday temirni tortadigan ohan raboda, somonni ham tortadigan tosh bo'lar ekan, yantar kerak ekan. Buni qahrabo ekan, qahrabo. Bu masalan osmondagi somon yo'li ham bor-ku. Buni qahqashon kerak. Qahqashon degani shu somon yo'li ekan. Shuning uchun men bitta juda hujjatlar qilib qoldim. Yana hali ishonmayman, o'sha tarjimon mani haqorat qilyapti deb, bizda muharrirga g'urur bo'ladi. Shu yugurib borib Navoiyni lug'atlarini qarasam, faqatdan bors yozib qo'yibdi, kar. O'shaning uchun bitta belgida shuncha haligi mashaqqatlari bo'ladi. Men sizlardan bir iltimos qilamanki, yangi O'zbekistonni mana shu Muhiddin Omon boshchiligidagi zahmatkash, fidoyi bugungi davlat siyosatini amalda qanaqa ekanligini ko'pincha qarorlar bo'lda-bo'lda olib ketadilar. Davlat siyosatini qanaqa ekanligini ko'rsatgan yangi O'zbekistonni muharrirlariga bir yaxshi bahsdagi qarsak chalganda chalib qo'ydi. Men minnatdor